dard, og'riq, xullas, kasallik nimaligini bilasizmi? U shunday narsa ekanki, ishonmagan, bilmagan odamlaringizni sizga yaqinlashtirgani qo'ymas ekan. U shunday narsa ekanki, sizni atrofdagilarga ishonmaslikka majbur qilar ekan. U shunday narsa ekanki, sizni ko'proq o'ylab ko'rishga majbur qilar ekan. Shuning uchun odam sog'lom bo'lish kerak ekan. Xastalik, dard, og'riqli bo'lmaslik kerak ekan. Hammamiz sog' bo'laylik. Kuningiz xayrli o'tsin.